Assalomu alaykum. Mahalla telekanalida kitob ko'targan odam podkasti. Bugungi suhbatimiz xalq og'zaki ijodi mavzusida bo'ladi. Mehmonlarimiz o'zbek folklorshunoslik ilmining gigant olimlaridan biri Shomirza Turdimov ustozimiz va folklorshunos Til va adabiyot ta'limi jurnali bosh muharriri Farruh Jabborov bo'ladilar. Xush kelibsizlar. Suhbatimiz boshlanmasdan avval ham shu reja qilganimizda kitob va xalq og'zaki ijodi qanday bog'lanishi mumkin degan bir savol bo'lgandi. O'shanda aytgandek, folklor ham xalq bilimlarini tashuvchi vosita. Shu vositani bugungi o'zbek madaniyatida, tariximizda, adabiyotimizda, umuman bu millat tafakkuridagi o'rni haqida gaplashdik. Avvalo, folklor ham bir xotirani badiiy shakldagi holatda. Endi bizda aytishadi xotira haqida. Og'zaki xotira bor, yozma xotira bor dedi va yana eng asosiysi qon yodda turgan xotira va folklor asosan og'zaki xotira sifatida bizga yetib keladi va yashash formasi ham, shakli ham shu. Endi 20-asrga kelib folklor yangi bir holatga o'tdi deylik. To'g'risi o'sha kitob bo'lib chiqa boshlagani bu yangi bir holat. Chunki masalan bunday olib qaragan paytda bizning 20-asrdagi holatimiz, kitob holatdagi holati butun nafaqat xalqimizning hamma qatlamlariga borib yetdi. Va qiziq holatdaki mana miqdorda bu o'sha zamon bilan bog'liq, urbanizatsiya bilan bog'liq yangi shaklga o'tganligi ma'lum miqdorda folklorning so'nishiga ham sabab bo'ldi deb aytish mumkin. Lekin eng asosiysiki bugun masalan folklor tinglanyapti degandan ko'ra folklor o'qilyapti degan birinchi planga chiqdi. O'sha chunki masalan bunday olib qaragan paytda mutaxassislar ham, keng omma ham folklorni tinglashdan ko'ra o'qishni, ayniqsa ertaklarni, xususan lekin bu bunday olib qaragan paytda buni kitob holatiga o'tgan holati uning ommalashuviga, xalqning barcha qatlamlariga yetuviga, keyin folklorni anglashga ham boshqacha xizmat qilayotgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman shu kunda. Bugun ilm sifatida o'rganilayotgan folklorni oddiy aholi timsollar ortidagi sirlarni, haqiqatlarni baribir bilmaydi. Ertak eshitayotgan bola o'sha ertakda millatni gendan genga o'tib kelayotgan bilimlar o'tayotganidan bexabar. To'g'ri. Yana bitta narsa borki, mana masalan bu xotiraning qiziqda. Mana biz o'ylaymizki faqat axborot berilgan narsa xotiraga o'tadi deb turadi. Lekin xotirani saqlanish holati juda qiziq ekan. Mana masalan birinchi navbatda o'sha tovushlarimiz bor bizni. Masalan akustika deymiz. O'sha holatda shu bizning o'zligimizni saqlaydigan holatdan bittasi shu ekan. Masalan bunday qaragan paytda mana masalan san'atdagi belgilar bor, ornamentlar bor. Xuddi shu kabi insondagi tovushlar ham uning o'zligini, millatini, kimligini, genini ko'rsatadigan eng asosiy vositalardan bittasi ekan. Va keyin mana masalan bizning xotiramizda turgan, masalan qon yodimizda turgan xotira juda dahshatli xotira ekanligi bu raqslarimizda, qo'shiqlarimizda juda muhim aks etishganligini bugun mutaxassislar aytishyapti. Mana o'zbekning o'zbek ekanligi, uning kimligi hamma vositalar kabi folklorda ham turibdi. Va folklordan adabiyotga o'tgani, chunki adabiyotning buloq boshisi folklor deydi-ku, o'tgani va bu o'tish oddiy shunchalik o'tish emasligi, syujet deymizmi, motiv deymizmi, boshqa barchasini anglash, mana siz aytmoqchi bo'lgan o'sha anglash bu boshqacha holatga keldi bugun. Chunki sababi mana masalan o'sha Kamyuning gapi borki, masalan aytadiki, xuddi ramzlarni xuddi alifbo kabi o'rgatish kerak maktabda deydi. Chunki shunga ehtiyoj tug'ilib qoldiki, sababiki o'rtada uzilish paydo bo'ldi. Chunki masalan epik bilim degan narsa bor bizda va epik xotira degan narsa bor. Bunday olib qaragan paytda epik bilimning uzilishi epik xotiraning ma'lum miqdorda uxlashiga sabab bo'ldi-da. Chunki mana shu epik bilim xalqning ichida bor edi va ularni
baxshilar, ijrochilar bog'lab turardi bizga. Va shu epik bilimning uzilishi folklorni qabul qilish, folklor ramzlarini anglashda ham ma'lum miqdorda qiyinchiliklarga olib kelyapti. Hozir bizda deyarli 1000 yildan oshiq mumtoz adabiyotimiz tarixida folklorni o'rni kam. Lekin boshqa qardosh xalqlarimiz qarasak, qozoqlarda, qirg'izlarda ular o'sha milliy adabiyotning asosini folklor ustiga qurishgan. Abaylarni olamiz, xalqning baxshilari bugun o'sha qozoq tilining asoschilari sifatida talqin qilinyapti. Bizda bu madaniyatni chuqurligidanmi yo folklorning kuchini biz to'g'ri baholamayapmizmi? 19-asrning oxirida, 20-asr boshida rus olimlari turkiy xalqlarini o'rganganda va bizni bir-birimizdan ayirishga harakat qilgan-ku. Ya'ni ular o'ziga xoslikni qidirib o'rganganda shunda qanaqadir umumiy merosni taqsimoti bo'lgan. Biz mumtoz adabiyotni o'troq madaniyatni olganmiz. O'zbek xalqi. Masalan, qozoq xalqi og'zaki adabiyotni va ko'chmanchi madaniyatini vorisi sifatida olinganda va oradan o'tgan bir asr davomida biz mana shu poydevor ustida rivojlandik. Shuning uchun bugun bizni mana folklordagi ba'zi motivlar, folklordagi holatlarni xalqimizga aytsangiz, bu xuddi qozoqnikidek tuyuladi-da. Yoki mana bu jilovchi sheva bor-ku. Jilovchi sheva ham xuddi bir qozoqnikidek yoki qirg'iznikidek, qoraqalpoqnikidek tuyuladi. Biz madaniy vorislikni olganimizda cheklaganmiz. Balkim bizni cheklashgandir. Mustamlakachilarimiz. Hammasini ildizi menimcha mana shu yerda. Vaholanki mana fitrat yoki boshqa nimalarimiz, jadidlarimiz ko'proq folklor va qipchoq shevasini birinchi planga qo'yilgan holatlar ham bor-da. Mana shu cheklov hozirgacha biz miyamizda turibdi. Ayirmakashlik, mana bu bizniki, bu bizniki emas degan narsa. Asli hammasini vorisimiz. Shunday qabul qilishimiz kerak. Biz endi aytaymiz-da bu gapni. Aslida bizning katta yozma adabiyotimiz ham bor va juda katta og'zaki adabiyotimiz ham bor. Yoki nimani davlatchilik nuqtai nazaridan ham biz Chig'atoy ulusining vorisi sifatida ko'riladi. Lekin asli o'zbek davlatchiligi Chig'atoy ulusi va Jo'ja ulusining vorisi. Ikkita nimadan. Xuddi shunday og'zaki yozma adabiyotimiz ham shunaqa narsa. Mana shu sinkretik holatni biz tan olmasdan begonalashtirib kelganmiz. Muammo shunda bo'lgan. Keyin mumtoz adabiyotning folklorga ta'siri bor. Bu haqda olimlar aytgan. Masalan, Farhod va Shirinlar, Laylo va Majnun degan dostonlar ham yozilganda, lekin mumtoz adabiyotga folklorning ta'siri haqida ko'p gapirishmaydi. Navoiyni, masalan, Farhod va Shirin doston va boshqa umuman mumtoz adabiyotdagi dostonlar bu ko'proq folklor an'analaridan o'sib chiqqan. Umuman adabiyotni nimasi shuku, nima deydi, negizida, ildizida folklor turibdi-ku. Mana Gomerda Odisseyasini ham bu folklor. Asos folklor. Gomer baxshi deyiladi. Yoki o'zimizda ana xamsachilikda. Men xamsachilikni ko'p joyda aytdim. Navoiyshunoslar qabul qiladimi, yo'qmi? Bu xamsada bitta syujetda bir necha ijodkorlar, bir necha shoirlarni ijod qilishi bu dostonchilikdagi, xalq dostonchiligidagi mana Alpomishning nechtadir variantiga o'xshagan holat. Syujet bitta bo'ladi. Keyin siz mahoratingizni, qudratingizni ko'rsatishingiz kerak. O'sha syujet doirasida. Tildan tilga ko'chgan. Shuning uchun xamsachilik va mana shu xalq dostonchiligining an'analari ham bir-biriga juda ham uyg'un. Bu yerda chegara qo'yib, bir-biridan ustun qo'yishni o'zi umuman noto'g'ri.
qabul qilishimiz kerak. Uni ham, buni ham qabul qilishimiz kerak. yana bitta narsaki mana Farruh juda to'g'ri aytyapti. Bizning o'zbek xalqining etnik tarkibida masalan o'sha nafaqat qorliqlardan iborat emasda. U yerda o'g'izlar ham bor va eng asosiy katta qism qipchoqlar ham bor. Va umuman qipchoq madaniyati, qipchoq fenomeni juda katta fenomen bu. Juda katta mana masalan bizni tariximizdagi o'rni ham va bizda bu narsaga nimagadir ko'z yumish ketyapti shu paytgacha. Agar siz shuni aytadigan bo'lsangiz, pan turkist bo'lasiz yo pan o'zbekcha o'zbek bo'lishligi to'g'ri keladi. Qoliplar bilan ketilayotgan joy bor edi. Agarda masalan mana ko'p gapiramiz masalan adabiyotning masalan mumtoz adabiyot butun barcha turkiy xalqlarning masalan bunday qaragan paytda mumtoz adabiyoti deyarli bitta yaxlit anaqada birini tarjima qilib tushunmaganda shunday o'qib ketavergan. Masalan Fizulini va Navoiyni Maxtumqulini qiynalmasdan o'qigan. Bizda mana shu keyingi asrda xususan o'sha Rossiyani bosib olgandan keyingi holatda katta siyosat ketdi, o'sha bo'lish degan siyosat. Masalan o'zbek etnosidan asosan 3 ta katta haligi qabilalardan masalan iborat bo'lgan bo'lsa, o'shani hammasini boshqa qismlarini unuttirib faqat o'sha nima deydi, qorliq qismiga ulg'ib berildi. Va shu narsaning o'zi faqat san'atda ham hamma turlarda, san'atda ham, nima deydi, haligi folklorda ham hammasida baho berishda, o'rganishda cheklovlar bo'lib qoldi-da. Bu cheklovlar bunday qaragan paytda o'sha siz aytgan eng asosiy har xillikda vujudga keltirdi dedim. Tushunamiz ham 3 ta o'sha turkiylarni 3 ta bug'uniga aloqador bo'lsak kerak. Siz qovchinlardan shu qarluq sohasidanda domla qipchoqlashgan o'g'izlardan. Domlani ko'rsa ko'proq qipchoq deydi, lekin qipchoqlashgan ildiz o'g'izlardan, salarlardan. Men endi g'irt qipchoq. Shu o'zbek madaniyatining 3 ta qatlamini jamlab o'tiribmiz shu yerda. Men masalan qarluq bir baxshichilik, boshqa bo'g'iq ovozdagi baxshilarni yoshligimda eshitmaganman. Televizordan ko'rgan bo'lishim mumkin. Bu yoqda Dehqonobod, Chiroqchi tomondagilar eshitib katta bo'lgan bo'lishi mumkin. Bizda unaqa katta maydonda to'ylar bo'lmagan. Keyin menga g'alati tuyulgan. Kitobni o'qib bo'lgandan keyin buni mohiyati, buni zavqini, ta'mini tushunishni boshlaganman-da. Ana shunday uzilishda katta bo'lgan avlodlar bor edi bizda. Suhrob yana bitta narsada mana masalan bizda folklorni nashr etishda xususan qipchoq shevasida bo'lgan narsani jini yilashtirish bo'lgan. Yaqinda qaytadan o'qib ko'rgandan keyin qo'lyozma bilan nashr etilgandagi farqni qisman ko'rganda bittasi aytdiki, bu debdi aytayaptiki, bu yerda dedi olimlarimiz qanaqa qo'shiqning dedi jonini olib qo'yibdi-ku dedi. Tushundingizmi? Chunki masalan o'sha o'zini qipchoq shevasining o'zini ohangi bor, boshqasi bor. O'sha narsani baribir ham holatni o'zgartirish holati bor-da. Endi nima qilish kerak endi bugun paytda? U orqaga qaytarish kerakmi yoki bo'lmasa kelgan o'rnida davom ettirib ketish kerakmi? Bu ham bir muammo. Chunki masalan bunday qaragan paytda bizning oldimizda turgan eng katta muammolardan bittasi bu mana kitob chiqarishda. Masalan o'zbek alifbosi yagona emas bunday qaragan paytda. Turkiy xalqlarning boshqalari agar o'z-o'zaro gaplashsa bir-birimizni tushunamiz. Lekin yozma ravishda o'qiydigan bo'lsak, xalq tushunmaymiz xalqni. Bu yerda yozuvga kirish kerak bu yerda avvalo. Agar o'sha qipchoq shevasidagi dostonlarni alifboda ifodalaydigan bo'lsa, imkoniyat ham yetmaydi-da, alifboni hozirgi tarkibi bilan. Keyin yana bir jihat bor, mana hozir birlashishga qarab ketish kerak o'z jarayonlar, lekin mana qozoqlarda ayrimlar bor-da shunaqa, o'zicha olim yasab olgan o'zidan 10 million qozoq o'zbek bo'lib ketgan deb da'vo qilib chiqyapti.
ular nimaga asoslanadi? Mana shu Qipchoq shevasidagilarni asoslanadida. Agar biz Qipchoq shevasi va o'zbekning shevasi ekanligini yoki mana bu dostonlar shu Qipchoq shevasida ekanligini ko'rsatib bermasak, mana keyin bir olim kelib folklor arxivini varaqlab, va Alpomish o'zi qozoqcha yozilgan ekan. Jilab yozilgan endi. Qozoqcha yozilgan ekan. Bu qozoqlar ekan, o'zbeklar keyin buni o'zining tiliga moslashtiryapti deb da'vo ham qiladi-da. Buni shuning uchun bu Qipchoq shevasi, Qipchoq madaniyati o'zbekniki ekanligini biz bugun ochiq aytishimiz kerak. Salarlar keldi-ku. Salarlar keldi Xitoydan. Ularni folklori masalan Samarqanddan 800 yil ilgarimi ketgan. Chingizxon davrida ketganda folklori turibdi. Samarqanddagi o'sha folklor bilan ular folklori turibdi. Shuni aytib bering. Yana qiziq jihati shundaki, mana masalan men o'sha salarlar 3 ta toifa ekan u yerda. Bittasi anaqa ekan. Nayman ekan. Qiziq holat bitta. Mana bu Forishda Nayman urug'i bor-da. Forishdagi Naymanlarning tili o'g'iz tiliga yotadi. Mana shu qiziq endi. Nega endi u yerga ketgan ham Nayman ketyapti-da. Endi bitta narsaki, va bu yerda bunday qaragan paytda salarlarning tarixi bizi tarixiy afsonamizning davomi. Mana masalan Qoraxon keldi, nima qildi, nima qo'ydi, qayerga bordi, hammasi. Ular xotirasini marosimga aylantirgan, nikoh marosimiga aylantirgan tarixini. Har bir nikoh to'yida o'sha salarlarning kelishi, Samarqanddan kelganda qayerga keldi, va qayerda to'xtadi va nima ish qildi, hammasini har bir to'yda aytib beradi bir-biriga. Masalan, bunday olib qaragan paytda bizda bitta qiziq holatda marosimlarimiz bor. Mana kampir o'ldi deymiz, boshqa. Shu narsalarning hammasi xalqning tarixini xotirasi ekanda, tarixi. Marosimni shunday oddiy marosim deb qarash kerak emas ekanda. Bu tarixiy xotiraning boshqacha shakli. Folklorimiz ozak ketib kelgan-ku. Yozmasi juda kam. Shuning uchun qadim zamonlarda yozma manbaga aylangan folklorni qadimiy, biznikidan qadimiyroq deb o'ylaymiz-da. Ular asosiy deymiz. Ana Yunonlar 2,5 ming yil, 3 ming yil ilgari folklorini manbalashtirgan. Yana qiziqchilik. Shumerlar, mana shu mana hozir Farruh aytayotgan Malika Ayyor bu Go'ro'li dostonining bir shoxobchasi. Avvalo Go'ro'li dostonining ibtidosini oladigan bo'lsak, o'lib tiriluvchi tabiat bilan bog'liq syujetdan deydigan bo'lsak, bu yerda mana masalan Misr. O'sha Misrda biz doim Farruh bilan gaplashib yuramiz. Masalan, Ra degan obraz bor, bilasiz. Quyosh. Va keyin Izida degan obraz bor. Set degan obraz bor, Go'r bor. Bizi Go'rimizni Go'ro'li ekanligi. Masalan, Ra'ni masalan o'shaligi masalan Rayhon obrazi bor. Va keyin Urayxon degan obraz bor. Urayxon degan, mana Farruh aytdiki, Urayxon ham shunga keladi. Faqat Rayhon emas, Urayxon. Hammasi mohiyatan o'sha qadimgi Misr anaqasi bilan xuddi Farruh aytmoqchi, o'sha Hindiston bilan qanchalik bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, birga uyg'un. Qadimgi Misrda ham turibdi bu narsa. Qadimgi Misr bilan demakki bizda Go'ro'li dostonlarimizni ildizi shu darajada qadimiy ekan. Va eng asosiysi biz Go'ro'ni bittagina shoxobchasini olib bitta kitob deb o'ylaymiz. Yo'q. Go'ro'li 40 ta doston deydi, 72 doston deydi. Laqaylar aytadi 120 doston deydi. Va bunday olib qaragan paytda Go'ro'lining boshdan adog'igacha yaxlit turkumlashganligi, bunday olib qaragan paytda yaxlit holatda olish kerak. Yer osti, yer usti va yer 3 ta qism bo'ladigan bo'lsa, har bittasi haqida maxsus voqealarning hammasining tartibi shu dostonlarda aks etgan. Mana masalan Go'ro'lining tug'ilishi yer ostida tug'iladi. Yer ustiga chiqadi. Va keyin mana masalan Malika Ayyor Tojikistonda kechadigan bo'lsa, Mashriqo o'sha osmonda, ko'kda kechadi voqea. Go'ro'lining hammasi Go'ro'li 3 ta olamni birlashtiradigan odam.
bunday olib qaragan paytda bugungi sofizm deymizmi, boshqa deymizmi, olamlarni birlashtiradigan odam, ruhan birlashtiradigan odam bu komil odam bo'ladi, bunday olib qaragan paytda. O'sha mohiyat folklorda turibdi, eposimizda turibdi. Buni xalqqa yetkazish kerak, xalqqa anglatish kerak. Faqat boshqa masalan dunyoni boshqa u zo'r ekan, bu zo'r ekan deb mahliyo bo'lish emas. O'zimizdagi bor narsani ko'rsatish kerak. Ya'ni masalan bunday olib qaragan paytda Rumiyda aytmoqchi, haqiqiy xazina o'zimizni hovlimizda ekanligini ko'rsatishimiz kerak xalqqa. Shu Misr bilan nimaga hamohang? Mana Alpomish va Odesseyani endi juda ko'pchilik biladi. Bir qaysidan olgan, undan olgan, bunga doim bahs bo'ladi-da, bu fakt. Man Misr bilan ham bog'liq, Shumer bilan ham folklorda umumiylik bor. Keyin mana Mahabharatda domla. Mana Gandhara deydi ular. Bizda Xunxor bor. Dushman mamlakati Xunxor. Ularda Gandhar deydi, Gandhara deydi. Ildizi bitta shuni. Keyin Alpomishning syujeti shu Mahabharatda ham keladi. Kichikroq holatda keladi. Kichikroq bir Nal haqida qo'shiqmi degan joyda keladi-da. Bizning folklorimiz shu yozma manbaga aylanishi kech bo'lgan. Shuning uchun yangidek tuyuladi. Lekin aslida hozir eng qadimgi Shumerlar, Yunonlar, Misr, Hindlar hammasi bilan bitta sathda o'sha ildizlari nimada turadi-da. Ya'ni o'sha davrlar bilan bog'liq demoqchiman. Yana bitta narsaki, masalan buni bundan oldimi yo bundan o'tdimi degan narsa emas bu yerda. Bu yerda axborotning masalan bunday olib qarang katta bilimga bog'liqligi ekanligi, ulkan bilimga bog'liqligi ekanligi va ulkan ilmdan olinadigan axborot masalan yana qaytaraman, men Tesla'ning gapini Tesla aytadiki, mening miyam xuddi radiopriemnikka o'xshaydi. Men butun axborotlarni hammasini bir yadrodan olaman. Bu yadroning qayerda ekanligini bilmayman, lekin axborotlarni yadroda turishini aniq bilaman degandayin shu Tesla har bitta odamning miyasi oladigan narsa ibtidodan ham xuddi shunday bo'lgan. Ulkan bilimga bog'langan. Ulkan bilimga inson bog'langan. Alola holati bor insonning. Ilhom holatda keladigan narsalar bor-da. Va shu yerda ko'p narsalarning hammasi o'sha ibtidodan pastga tushgan narsalarda, pastga tushganda kim qancha olishiga bog'liq, hovuchiga bog'liq uni. Bunday boylikni yig'ib oladigan hovuchiga bog'liq bo'lgani kabi qaysi xalq qancha olganligiga bog'liq. Va uyg'unlik shundan kelib chiqadi. Bundan bu o'g'irladi, bundan bu oldi, bundan bu yurvardi. To'g'ri, munosabatlar bo'lgan, kelib ketishlar bo'lgan, boshqalar bo'lgan, o'tishlar bo'lgan, lekin o'zagi bitta turibdi. O'zagi bittada buni oldi. Ustoz, shu xalqlardagi o'xshashlik mumtoz tarixshunoslikda odam atodan boshlab keyin o'sha mohiyatgacha kelgan. Zo'rg'obekni To'yto'rus tarixida ham, Shajarai turkda ham ularda o'sha xalqlarning bo'linishi, qaysi qayerga ketgan, qayerga joylashganigacha aytilgan. Va qachondir ular birga yashagan. O'sha umumiy xotirani parchalari bo'lishi ham mumkinmi deb o'ylab qoldim. Chunki Yofasi bin Turk o'sha qaysi mintaqalarga ketdi. Yana bitta narsa. Shu tomonlari bor. Bizda bizning tariximiz xuddi folklorga munosabat bo'lgan kabi bizning tariximizga, tarixiy asarlarimizga munosabat ham xuddi shunday. Tan olishmaydi bunday qaragan paytda. Masalan, o'sha Ulug'bekning 4 ulus tarixi degan tarixidagi nima deydi? An'anaviy qism bor-ku, men siz hozir aytgan an'anaviy qism. Bu an'anaviy qismni bizda yo'q bu deydi, uydirma deydi. Unda bu tarixga boshqa munosabatda bo'lishi kerak shekilli. Uzluksiz tushuntiradi. O'rtada uzilishlar bo'lmaydi. Masalan, odam atodan Chingizxonga, shu Amir Temurgacha bo'lgan davrda har bitta o'sha shajaraning har bitta bo'g'inni borda. Folklordagi bilimlarni bugun xalqqa yetkazishi, qaytadan yetkazish. Shu yo'lda mehnat qilyapsiz. Mana bu Etnos va Epos kitobingizni o'qiganimda Alpomish men uchun boshqatdan ochilgan. Men bilgan Alpomish emas ekan deganman-da. Chunki bu yoqdagi mohiyat
bu odamlikni, o'zbeklikni, turklikni mohiyati shu bitta Alpomish dostonda hammasida turibdi ekan. Degan buni bugun qanday taqdim qilishimiz kerak? Alpomish dostonida mana hozir Farruh aytgan, siz aytgan narsa o'z holatda turibdi bunday qaragan paytda. O'sha xuddi go'yoki bitta podshohlikning ikkita o'g'li haqida gapirganga o'xshaydi. Lekin aslida bu butun tariximizning mohiyatida turgan narsada. Chunki mana bunday qaragan paytda shu eposning taqdiri, etnosning taqdiri eposda aniq etganligi, yig'ma badiiy shaklda berilganligi turibdi-da bu yerda. Mana shuni masalan bunday qaragan paytda xotirani qanday holatda badiiy aks etganligini ko'rsatishga masalan shu kitobda ko'rsatishga harakat qilingan. Folklor bu millatni tarixi. Shu ma'noda. Badiiy holatdagi tarix. Badiiy holatdagi tarixida. Mana doim aytib kelamiz. Turkiylar 16 ta imperiya qurgan. Endi tarixchilar shunday deydi. Turkiylar faqat 16 ta imperiya qurmagan. 16 tasi imperiya darajasida 16 tasi imperiya bo'lgan, nechta davlat qurgan, nechta sulolalar almashgan. Umuman turkiylarning davlatchilik tarixi, davlatchilik tajribasi juda katta. Rumiy aytadi. Yunon bino quradi deydi. Turkni qurgan binolarini ko'rib bo'lmaydi deydi. Ular saltanat quradi. Doim saltanat qurib kelganmiz-da. Va o'sha saltanat qurgandan keyin saltanatni qanday yuksaladi, saltanat qanday parchalanadi, qanday parokanda bo'ladi, tanazzulga ketadi. Hammasi bizni folklorimizga xulosalar singdirilgan. Shuning uchun ayrim olimlar bor, mana nimada Gumilyov Alpomishni ba'zi motivlarga asoslanadi-da, bu deydi shu turk xoqonlik davrida bo'lgan bo'lsa kerak deydi. Bunday olimlar ko'p. Tarixchilar tarixni metodologiyasi bilan yondashadi folklorga. Bitta motivni ushlab oladida, bunaqa voqea chindan qaysidir tarixiy asarda kelgan, demak Alpomish o'sha asrga tegishli deydi bittasi. Ikkinchisi aytadi, yo'q deydi, falon manbada borki deydi, ana Xitoy manbalarida borki deydi, demak bu falon asr deydi. Aslida bu tipiklashtirilgan, umumlashtirilgan. Qaysidir voqea bu asrdan, qaysidir voqea bu asrdan olingan, yig'ilgan, keyin asrlar o'tgan sayin bu sayqallanib kelganda bu formula darajasiga kelgan. Hozir mana Alpomish formula darajasiga kelgan. Buni formula ekanligini Shomirs aka ochgan. Mana shu epos kitobida. 7 ota deydi endi. 7 ota. O'zbekchada aytsak 7 otangni bilasanmi degan narsalar bor-ku. 7 otaning asosi 5 ota bo'ladi. 7likning asosini 5 ta ota masalan deb qaragan paytda Alpomish dostonida mana shu 5 ta otaning taqdiri turibdi. Davonbiy, Alpinbiy, Boybo'ri bilan Boysari, Alpomish bilan Barchin va Yodgor. Nega 7-chi va 6-chisi yo'q degan sabab borki, bu boshlovchi va bu yakunlovchi. Boshlovchi X bo'ladi, yakunlovchi ham X bo'ladi. Chunki avlodlar 5 ta avloddan almashinib ketaveradi. Nargisi bunga qo'shiladi. Qaysidir boshlovchisi, qaysidir yakunlovchi bo'ladi. Va shu narsani va shu 7 avlodning asosida turgan odam haqiqiy alp bo'ladigani mana shu eposda aks etgan. Davonbiy o'z nomi bilan Davonbiy, to'g'rimi? Davon degan nima degani? Dovon oshadi degani. Alpinbiy u alp, lekin alp bo'lgani bilan Alpomish dostoniga asos bo'ladigan voqeani u qilib bergani yo'q. U faqat keyingi avlodni alpga tayyorlaydigan avlodni yetkazib berdi. Ya'ni yolg'iz, chunki Alpinbiy yolg'iz. Lekin Boybo'ri bilan Boysari ikkita, lekin ikkalagi bo'lgan bilan ular bir-biri bilan bir xil. Pilis-pilisda. Ikkalasi pilis-pilis. Lekin Alpomish bilan Barchin ular pilis-minus. Tabiatning qonuniyatini hammasi aks etganda va Alpomish dostonini Alpomishlar yaratmadi, Barchin yaratmadi. Alpomish dostonini
yodgor yaratdi. Alpomish chunki saltanatni qurdi, saltanatni olib chiqdi va saltanati buzildi. Saltanati buzilgandan keyin saltanat xotirasi avlodni ichida nima bo'ldi? Kuydiradi-ku. Va shu kuyuk mana shu Alpomish dostoni yaratilganiga, yaratishga asos bo'ldi. Sababiki nega haligi Qulteginda aytadiki, bunaqa edim, o'g'il qizim bor edi, hammasi yaxshi edi, qani ular, otam qani, onam qani deb eslaydi-ku. Mana yo'lliq tegin. Xuddi shunga kabi nima deydi? Yodgor eslagani Alpomish dostonini yaratdi. Butun bu qonuniyat bugunga ham, kechaga ham, o'tmishga ham, kelajakka ham taalluqli. Chunki masalan bunday qarang qaytdi. Har bitta joyda Alpomishda 108 yosh. Sababi Alpomishning yoshi bu Qipchoq urug'ining, Qipchoq etnosining tarixi. Go'ro'ning yoshi 120 yosh. Chunki bu Go'ro'ning yoshi bu O'g'iz etnosining, O'g'iz tarixini bilan bor. Har bittasining o'zining anaqasi bor, o'rni bor. Mana bunday qaragan. Lekin bizda bittaki o'zbek etnosi mana shu Alpomish bilan Go'ro'ni mohiyatini bitta qilib olganligi bu. Bu juda unikal hodisa. O'zbek etnosi. Tarixi ham unikal, san'ati ham unikal, hamma narsasi unikal. Faqat buni anglash kerak, yetish kerak. O'zi mana sen Alp qancha uxlagani sari katta tog' bo'lib ketgani kabi uni uyg'otish ham qiyin-da. Siz aytmoqchi, masalan, mana shu bor eposini, bor tarixni o'ziga singdirish kerak. O'shanda uyg'onadi. Mana chunki sen otang shunday edi, onang shunday edi deb aytish kerak bo'ladi, unday qarang. Alpomish dostoni aynan xuddi shuni aytgan doston. Faqat buni anglab yetish kerak bo'ldi. Alpomishni masalan o'zbek etnosini tarixi deydigan bo'lsak, o'sha 7 avlodni bizni tarixchiligimiz qamrab olingan davrda olsak-da, Alpomish davri qaysi davrlarga to'g'ri keladi? Masalan, Amir Temur davri Alpomish davri desak bo'ladi. Mana masalan, mana tanazzul davrimiz aynan bizga to'g'ri keladi. Va tanazzuldan chiqish davrimiz ham aynan bizga to'g'ri kelyapti. Masalan, bunday olib qaragan paytda bizda 120 yil degani bekorga emas. Bu 4 ta fasl degani, bunday olib qaragan paytda. 120 yil Rossiya bosqini degan. To'g'ri keladi. 120 yil, 130 yilga to'g'ri keladi shunday. Bunday olib qaragan paytda shu o'rislarning bosib kelgani bizning xalqimizni tanazzulga uchraydi. Va chiqish endi tanazzuldan chiqish ham qiziqda. Bu yerda juda karmalar, o'sha hindlarning anaqasi karma deganimizda amal bilan ko'p narsa bog'liqda bu yerda. Va shu narsa eposda aks etganda shunisi qiziq shuni. Men bir kichikroq voqealar aytay deganim, voqealar esda qoladi-da. Tomoshabin voqea eslab qoladi baribir. Masalan, nimalar aniqroq ko'pchilikga qiziq narsa. Hozir aytdingiz, Alp nega uyquchi bo'ladi? Nimaga uxlayveradi? U faqat o'zbek xalqida emas. Yo'q, chunki sababi Butun dunyo xalqlarida shunday. Alp uyquchi bo'ladi. Chunki uyquchi bo'lganning sababi uni kimdir uyg'otish kerak-da. Va uyg'otadigan odamlar mana Alpomish dostonida uni uyg'otadigan qaldirg'och. Chunki singilda u. Va singilning missiyasi ham bor. U singilning missiyasi Qultoyning missiyasi bilan uyg'un keladigan missiya. Qultoy bo'lsa Alpomishning otini tarbiyalovchi. Ot juda muhim. Ot yigitning qanoti faqat haligi hayotdagi narsa harakatga keltiruvchi kuchda bu. Harakatga masalan Alpning masalan Alpomishning jo'nashi, otni egallashi, boshqasi hammasi borganda Qultoydan qo'rqadi bunday qaragan paytda. Shunda aytadi, bitta do'q qilsa deydi, qochadi seni, qaytib kelmaydi deydi bobosi. Otasi aytadi-da, shunga bora olmaydi. Keyin qaldirg'achga aytadi, sen deydi, bor kuchingni ko'rsatma deydi. Va shunda kuchini ko'rsatgandan keyin deydi, Qultoy shunday chol ediki, kuchda bir qurt totdi deydi, 70 necha anaqa? 70 to'qayda. To'qaydagi yilqi yig'ilib keldi deydi. Bunday qaragan paytda Alpning kuchi qanday kuchli bo'lsa, uning har bitta masalan plus minus nafaqat tabiatda, har bitta oilada, har bitta odamning ichida ham bor. Odamning ichida ham haligi harakatga keltiruvchi kuchi bor.
va uni uxlatadigan kuchi bor. Altniki hammasi ulkanda. Altniki hammasi ulkan. Kuchi ham ulkan, uning nima deydi? Uyquchiligi ham ulkan. Xatolari ham ulkan bo'ladi-da. Bizning saltanatimizni tuzgan ham biz va buzgan ham biz. Sababiki saltanatini men saltanat qildim deb yozmaydi u. U yozadigan boshqalar yozadi uni. Boshqalar albatta buzib yozadi. Ha, buzib yozadi. Chunki sababiki turkning mehrini ichida saqlaydi turk. Qahrini deydi, ko'rsatadi deydi. Lekin fors deydi. Qahrini ichida saqlaydi. Mehrini ko'rsatadi deydi. Masalan, odamlarga mehrini ko'rsatib, qahrini ichida solish juda dahshatda bu. Lekin u kuchli-da, u o'ylamaydi. Men deydi, yozsa yozibdi deydi. Yanchib tashlayman deydi-da, uxlab qoladi. Uxlab qolganda o'ldirib qo'yadi uni. Hozir men Alpomish davrlarini baribir o'ylayapman. Oltin O'rdada O'zbekxon davri Alpomish davri bo'lishi mumkin. Buni yoki Turkxoqonligida o'sha Metixon, O'g'izxon davrlari. mana shu yerda zo'r narsa aytilgan. Tarix aylanib kelishlari halqalarga o'xshaydi-da. Bir halqani yopilishi bu. Zanjirga o'xshab mana shunday halqalar bir-biriga bog'lanib ketaveradi. Shunday tarix rivojlanadi. Buni mana qarang-da. Kichkina halqalardan katta halqa paydo bo'ladi. Keyin katta halqadan yana katta halqa paydo bo'ladi. Har bir halqa yana katta halqalarga ulanadi. Bu xuddi oyning oyning nimasiga yer atrofida aylanishi, yerning quyosh atrofida aylanishi, quyoshning yana galaktika nima qilishi shunga o'xshaydi-da. Har bir avlodda, ya'ni bir oilada ham kuzatiladi, bir millatda ham kuzatiladi. Millatni mana kichkina halqadagi muvaffaqiyati ham bor, alpomishlik davri ham bor. Katta halqadagi alpomishlik davri ham bor. Menimcha bizni xalqimizni eng katta alpomishlik davri bu Amir Temur bilan bog'liq. O'shani masalan Amir Temur davri qulayapti, keyin Bobur yana bir halqani boshlab beryapti. Yo'q, bu yerda undayda mana masalan Alpomish mana masalan alp sifatida chiqqan bo'lsa, keyingi avlod borki, albatta alp bo'lmaydi, uxlaydi. Uxlaydida keyingi, undan keyin masalan davr aylanishi kichik halqadan katta halqaga o'tayotgan paytda ham bu yoqda ham uxlash davri bor, bu yoqda ham uxlash davri bor. 7 yillikdan bo'ladi bo'lsa 14 yillikda ham, unda ham undan keyin 21 yillikdan keyin ham unday. Undan keyin ketaveradi. Bu yerda juda murakkab holat. Masalan, Boburga o'xshaganlar mana bunday olib qarang, mana Chingizxon chiqqan paytda masalan Sulton Xorazmshoh bor, Jaloliddin qancha zo'r shartlarda, lekin u cho'kayotgan edi. Cho'kayotgan xalq edi. U albatta u xalqni unaqa qiladigan emas edi. Etnosda kuchib ketgandi, kuchib ketgandi. Endi nima uchun masalan Amir Temur qancha yilda qaytadi deb so'ranganda. Qancha yilda qaytishning hammasi o'sha halqaning aylanishiga bog'liq. 120 yil bo'lgan-a? Juda murakkab. Temuriylar. Ana kuchda bo'lgan davr, davlat sifatida 120 yil atrof bo'lgan. Shu. Keyin bo'lak bo'lib ketdi. Sababiki hammasining anaqasi borda, o'zini o'lchami bor. Juda o'lcham matematikaga o'xshaydi bu yerda. Juda oliy matematika bor. Yoki kimyoviy formulalar bo'ladi, bir aylanib ikkinchisiga ketadi. Masalan, Temurni olyapmiz, qulayapti, Bobur bu yoqda bitta silola boshlayapti. Bu yoqda O'zbekxon olyapmiz, qulayapti, Chingiz bu yoqqa yana bir halqani boshlab beryapti. Katta halqalar, kichik halqalarni mana masalan bular kichik halqalarda. Lekin kichik halqalardan katta halqaga chiqib yig'ilishi bilan bog'liqda ko'p narsa bu yerda. Keyin yana eng asosiysi faqat alplardan iborat emas-da etnos. Masalan, u yerda yortiboy oqsoqollar bor. Etnosning tanazzuliga, etnosning ichidagi qurtlardan bunday qaragan paytda. Yortiboy oqsoqol. Yortiboy deganini bilasiz? Yarim. 0.25 ta bu. Chorak. Yarimning yarmi deganida. 0.25. Aytadi mana masalan kashalga borganda biz dedi bular bilan dedi Xudo anda bo'lamiz dedi. Erkin yashaymiz dedi.
tushunasizmi? Qizingni ber deydi ularga deydi. Erkin yashaymiz deydi. Mana shunga o'xshagan har bitta anaqa masalan Alpomishning o'rni bor. Qultoyning o'rni bor. Qorajonning o'rni bor. Qorajon bu chegaradagi odam. Etnosda chegaradagi odamlar har bitta ichida bo'ladi va eng katta fojiasi qanchalik talantli bo'lmasin, bu chegarada qolib ketgan odam bo'ladi. U ilm jihatdan ham, harbiy jihatdan ham kuchli bo'lishi mumkin, lekin chegarada qolgan. U bo'lingan odamda. U hech qachon qaysidir anaqa xizmat qilishi mumkin, lekin unda qaraganda o'zining etnosiga xizmat qilgan bo'lmaydi u chegaradagi odam. O'zining etnosiga, narigi etnosiga uchun xizmat qilaman deb o'ylaydi, lekin bu yoqqa xizmat qiladi. Chegarada qancha odamlarimiz qolib ketdi masalan unda qaraganda. Mana Qorajonlik juda qiziq qismat. Qorajonlik qiziq qismat. Qorajon tushungan odam anglayapti. O'zining etnisi, o'zining sulolasi halokatga ketyapti. Lekin buni nima qilib bo'lmaydi? Nima deydi? Saqlab bo'lmaydi. Bitta o'zini qo'ldan kelmaydi va Alpomishni ham taniydi u alp ekanligi va o'zining etnisini boshiga yetishini ham biladi. Hamma narsani bilib turib, o'zini shu elini qutqara olmaydigan nimada? Mana Sovet ittifoqi quladi-ku. Latishlar aytdi. Konfederatsiya qilaylik dedi avval. Konfederatsiya qilaylik, biz ittifoq bo'lmaylik dedi. Yo'q dedi bular. O'rislar aytdi, yo'q dedi. To'g'rimi Rossiya? Keyin yo'q dedi, endi konfederatsiya konfederatsiya qilinglar dedi. Yo'q, Rossiya aytdi, yo'q dedi. Biz konfederatsiya qilmaymiz. Biz alohida bo'lamiz dedi. Keyin yo'q, alohida bo'lmaysizlar, konfederatsiya harakat qildi, lekin alohida bo'lib ketdi. 15 ta respublika ajralib ketdim deb. Rossiya bu katta super etnos edi. Etnos emas, super etnos edi u. Chunki bu juda qiziq holat bu ham. Aslida bundan qaragan paytda juda bu yerda ham juda butun tarix Alpomishning masalan tarixi mana shu SSRning paydo bo'lishi, Rossiyaning paydo bo'lishi, Rossiyaning qulashining hammasi turibdi shu yerda. Fayzullo Xo'jayev yoki bo'lmasa Sharaf Rashidov, bular Qorajon edi. Bular Qorajonlar edi. Shu xalqini saqlashga harakat qilgan edi, lekin baribir jonni u yoqqa berganlar edi-da. Xalqning o'zi ikkiga bo'linib ketishiga Alpomish sabab bo'ladi-da. To'g'ri. Alpomish o'zi umuman tartiblarni yangilaydigan avlod, domla. Pasiyalar avlod deydi, pasiyalar. Shuni yozgan. Bu ma'lum bir tartibot bo'ladi-da jamiyatda. Bu tartiblar birinchi yaxshilikka xizmat qiladi. Undan keyin u taraqqiyotga emas, tanazzulga xizmat qilib qoladi. O'sha vaqtida uni anglaydigan bir yangi bir patsionar avlod kelishi kerak. Alpomishda birinchisi bu bobosini kamonni oldida Alpambeyni kamonni. Alpambeyni kamonni oldida birinchi qilgan ishi nima qildi? Asqar tog'. Asqar tog'ni cho'qqisini quladi. Asqar tog' bu Olimp. Bu muqaddas tog'. Muqaddas tog'. O'sha tartibotlar, qadriyatlarning bir ramzida. Asqar tog'ni cho'qqisini quladi. U demak bu yerda nima deydi? Bilagiga jon ichiga sig'maydigan, kuchi bilagiga sig'maydigan bir avlod kelayotganini bildiradi-da. Shu kunlarda o'yladim domla. Alpomish kitob o'qib o'tirganda otasi keladi-ku. Nima o'qiyapsan desa, kitob o'qiyapman. Nima ekan desa, zakot haqida o'qiyapman. Zakot nima bo'lar ekan deb so'raydi. Keyin ukam zakot berish kerak ekan deydi-da. Ukam baxil bo'lib qolmasin deydi. Ukamga jabr bo'lmasin deydi. Zakot berish kerak ekan. Zakot bersin deydi. Mana shu yerda el ikkiga ajraladi. Bu yerda ham o'zi Alpomishda nimasi bor? U yangi tartiblarni otasiga aytayapti. Jamiyatda yangi tartiblar haqida Alpomish aytayapti-da. Keyin men buni mana shu O'zbekxon davrida va undan oldingi davrda hozirgi Qozog'iston hududida yashagan turkiy xalqlar, qipchoqlarni islom dinini o'zlari o'z ixtiyori bilan qabul qilgan-kular. Bilasiz, bizning hududlarimizda bosqin yo'li bilan qabul qildirilgan islom.
o'z ixtiyori bilan 10-asrlarda o'g'izlar qabul qilgan. Bo'g'roqxon davri. Ha. Keyin mana O'zbekxon davrida mana Qipchoqlar qabul qildi. asos qismi. Ha. Ungacha qabul qilgan, o'zi qabul qila boshlagan, davlat dini sifatida O'zbekxon e'lon qilgan. Eski dinida qolganlar qolmoq bo'ldi. Ha. Yangi dinni, yangi qadriyatlarni qabul qilganlar o'zbek bo'ldi deydi. Ya'ni bizni nimamiz, o'zbek xalqini shakllanishi mana shu nima deydi, siyosiy millatga o'xshash nimada bu? Etnik millat emas, ya'ni biologik tomon muhim bo'lmagan. Ya'ni yangi qadriyatlarni qabul qildi. Shular birikib o'zbek xalqini yaratgan. Shu jarayonlarda menimcha aks ettiradi Alpomish. Chunki shoh, qarang, mamlakatning shohi Boybo'ri hali islom dinini bilmayapti-da. Yangi zakot berish kerak, uni berish kerak, uni bilmayapti. Uni o'g'li aytyapti. Eposning xizmatiki shu narsani, shu kodni har bir davrga moslashtirgani, badiiy moslashtirganida eng zo'r shu. Shu formulada bu. Bu formula. Jamiyatga yangi tartiblar kerak. Eski tartiblar bilan yashab bo'lmaydi degan holatda chiqqan. Shu alpomishlar ko'p bo'ladi, juda ko'p bo'ladi. O'zini jamiyatini yangilamoqchi bo'lgan nimalar. Keyin mana xalq ikkiga bo'linib ketdi-da. Lekin bu xalqni yana birlashtirgan ham Alpomish. Lekin o'rtada cho'kish bor. yo zindonda yotib keyin kamolotga ketyapti-da. U birinchi bilak kuchi bor edi unda. Boyagi nimasi ham kitobga qarab zakot berish kerak degani ham bir chala ilm edi bu. Xalqni ikkiga bo'lib yuborgan narsa shu chalamillalik bo'lib yuboradi o'zi. U to'liq nimasini bilmasdi-da. To'liq qarada zindonda biladi. Zindonda anglaydi o'zini. Chunki o'sha o'zini anglaydi. U bu yerda mana bu qiziq holat borki, Alpomishning o'rniga kelgan mana bu Ultontoz bor. Va uni qilgan ishi borki, Alpomishning shajarasini o'chiradi. Shajarasini o'chiradi. Ana shajarani ayttirmaydi. Xuddi shunday dahshatli holat. Bu masalan bunday qaragan paytda, o'sha esir paytda bizni butun tariximizni unutirgani, marosimlarimizni unutirgani boshqa hammasiga uygun keladi. Bu shu esir davri bo'ladigan bo'lsa, yana bir davr keladiki, avvalgi davr. Unda o'shanday holat. Mana masalan aytadiki, Navro'zni deydi, Sosoniylar deydi. 22-iyulida qilmoqchi bo'ldi deydi. Iyunda. Iyunida. Saratonda. Ha, Saraton. Vaqtini o'zgartirmoqchi bo'lishgan Sosoniylar Navro'zni. Lekin u baribir o'zgartira olmadi. O'sha holat, o'sha davr Alpomish davrimi deyman. O'sha Sanazul davridagi bo'lgan holat. Masalan, bunday qaragan paytda o'sha hozir Oysuluv haqida esladingiz-ku. Oysuluv juda qiziq narsa. Ergash shoir Oysuluvni doston qilish mumkinmidi? Juda oson qilish mumkin edi. Lekin Ergash shoir doston qilmadi uni. Qanday eshitgan bo'lsa shunday aytib berdi. Keyin yaqinda bittasi doston ham qilibdi. Bo'lmaydi bu. Chunki sababiki u holatin doston tabiiy holatdagi doston holati boshqacha edi. Tabiiy kelganda kodlar o'zicha saqlanib qoladi. Alpomishning masalan Fozil shoir variantida kodlarning mukammalligi necha asrdan beri ishlanib kelgan bilimning o'sha badiiy holatga o'tgani. Qolgan variantlar masalan hatto Abdunazarning varianti ham boshqada ham bu darajada emasligining sababi o'sha aqlda aralashgani, insoniy aqldan aralashgani. Qayerdaki insonning aqli aralashsa buzib qo'yadi bunday qaragan paytda. Alpomishni uzoq uxlatib qo'yadi bunday. Ha, u baxshilarda mana endi mana diplomi yo'q baxshilar yaxshi bo'lganda. An'anada turgan baxshi dahshat. An'anada turgan baxshi haqiqiy baxshida. Lekin qolgani buzgan uni. Dostonchilik bugun ham davom etyapti deymiz. Lekin haqiqiy ma'noda dostonchilik davom etmayapti. Dostonlar kuylanyapti, lekin dostonchilik davom etmayapti. Agar chindan davom etganda raketalar kirardi.
asrning ikkinchi yarmida yozib olingan har xil audio, video yoki qog'ozga yozib olingan dostonlarda Go'ro'g'li bir mahalla raisiga o'xshab qolgan to'pato'g'ri. yoki kolxoz raisiga o'xshab qolgan. Nima uchun? Chunki Go'ro'g'li bu imperatorimiz. Uning imperatorligini bilib bobolar kuylab kelgan bo'lsa, keyingi baxshilarni ko'rgani aslida tuman hokimi bo'lganda. Yoki o'zi kolxoz raisi. Eng katta odam ular uchun kolxoz raisi. Tasavvurdagi eng katta odam. Xuddi shuni ketganda. Go'ro'g'li shunaqa bir kolxoz raisiga o'xshab yuradi. Yoqqa bordi. U katta qo'shinni egasi bo'lgan, u narsalar unutilib ketganda. Bu ham xotirani nimasidan unutilayotgandan aslida. Bo'ldi. Bir nima halqa tugadi. Bundan keyingi halqalarni ishlashi, biza kelajakda qanday alpomishdan foydalanishimiz mumkin degan narsa o'ylayapman hozir. Bir ideologik ahamiyati bor deb o'ylayapman shuni alpomishni. Juda to'g'ri o'ylayapsiz. Chunki sababiki nafaqat alpomishni, mana Go'ro'g'lidagi anaqani mana shu etnos va eposningdagi qonuniyatlarni bu eposda qanday aks etganligi, shuni tarix bilan qiyoslash kerak. Mana masalan Temuriy davrlar, undan oldingi davrlar. Mana bizda masalan sulolalarni almashishni bilmayapti bizda. Faqat bitta sulolarni olib, o'sha sulolarni davom ettiryapti. Mana masalan Halil sulton bo'lgan, to'g'rimi? Shu Naqshband davridan bo'lgan sulton. Halil sultonni kim? U podsho bo'lib qaysi o'rinda ishladi, nima qildi degan narsa bizda yo'q-ku. Tarixni bilmaymiz. Masalan, xo'p, Buxoro amirlari, mana Shomurod degan podsho bo'lgan. Juda dahshatli podsho. Bunday olib qaragan paytda agar serial qilish kerak bo'lsa, eng dahshatli serial bo'ladi Shomurod haqidagi. Uni Xonlikni bekor qilib amir deb e'lon qildi. Uni masalan bunday olib qaragan paytda o'zining podshoning anaqasini oyliklarini joy-joyiga qo'yishi boshqasi. Lekin ular nega endi undan keyin sulolalar davom etmadi bunday olib qaraganda? Tanazzulga ketdi. Shu narsani hammasiga javob berish mumkin bo'lgan, holatini ko'rsatish mumkin bo'lgan narsa eposda turibdi. Va shuni mana shu tarixlar bilan solishtirib asosiy prognozlar chiqarish mumkin bo'ladigan holat kelgan. Mana shuni qilish kerak deb o'ylayman men. Bu shu bobolarimizni formulasida. O'sha formula hozir ham ishlayapti. Bundan keyin ham ishlaydi. Domla o'zingiz gapingiz bor. Ulton Tozining mafkurachisi. Kim edi bu? Bodombekach. U nega saqovdi? Chunki hukumat soxta hukumat. Soxta hukumatni nimasi mafkurachisi saqov bo'ladi. Ya'ni to'g'ri gapira olmaydi. Agar uni yolg'onchi deb olishimiz mumkin, lekin yolg'onchilikni dostonda, san'atda ko'rsatish qiyin-da. Yolg'onchilik. Soqovlikda aniq ko'rinib turadi. Mana shu joyda baxshilar Qultoy qiyofasidagi alpomish bilan Bodombekachni aytishuvini albatta tilini chuchuq qilib aytadi. Men she'r qilgandim men. O'sha yoy deb. Chunki masalan bunday qarang, marosimda yor deb aniq aytgan odam va yor deb aytgan odam aytish mumkin emas. Saqov odam masalan bunday qaraganda to'yga chiqib qo'shiq aytish mumkin emas-da. Lekin u saqov bo'lgan bilan ham to'yda va aytayapti, hammani to'yga aytayapti, to'yni tashkil qilyapti u. To'yni boshida turibdi va asosiy yurgizuvchisi bo'lyapti. Bunday olib qaragan paytda tanazzul davrining ideologiyasining qanchalik yolg'on ekanligini ko'rsatyapti. Bu yolg'on gaplar ekan deganligini epos juda oddiygina ko'rsatyapti-da. Endi masalan bu yolg'on gap degan narsani biz bugun aytishimiz mumkin bo'lyapti. U paytda aytib bo'lmaydigan narsani aytganda bunday olib qaragan paytda. Va bu doim takrorlanadi. Doim masalan uchun hukumatni legitimligini xalq oldida, legitimligini oshirib turish uchun, ko'tarib turish uchun albatta
mafkura kerak bo'ladi. yo qultoy bo'lishi kerak yo odam bekach bo'ladi. Hamma joyda kerak bo'ladida. Va siz agar qaysidir hukumat bodom bekachlarga ishi tushayotgan ekan, u o'zi boshqa narsani o'ylab ko'rish kerak. U yolg'onchi va soqov nimalarga, mafkurachilarga ishing tushyaptimi yo sen boshqa joyda o'zgartirishing kerak. U mafkurachilarda emasda. va keyin eng qiziq joyiki mana shu tanazzulning belgilaridan hisoblanadi bu. Dostondagi har bir obraz bu jamiyatdagi qatlamlarga o'xshaydi. Har birimiz alpomish bo'lishimiz mumkin. Va yonimizda ana meni alpomish deb olsak, yonimda albatta bitta Qultoyga, bitta Qorajonga, bitta Barchinoyga, Boychivorga, Qaldirg'ochga ehtiyoj borda. Biz jamiyatimizda domla Qultoylikning hurmati yo'qolib ketyapti. U Qultoy o'zi ham nima bo'lishi mumkin? O'zi ham alpomish bo'lib qo'yishi mumkin, uni ham kuchi ko'p. U otini boqib yuraman alpomishni deyish mumkin. Ot boqib yuribdi-da deymiz-da biz hozir qultoyni. Bizda ot boqib yurgan bo'lsa, ot boqarimda deymiz-da. Ot boqarim emas-da, keyin yaqinda aytishdi. O'tgan kunlarda Hasan Ali Shuni esladim. Yaqinda birov aytdi-da, deydi, nimada Otabekka ham qoyil qolmadim deydi, bitta quldi gapiga kirib deydi, uydan bordi deydi. Aslida bu yerda ham an'ana kelyapti. Hasan Ali qultoyligi, qulligi alpomishning o'sha nimasiga bog'liq, qultoyligi. Bu yerda ma'naviy pir bu. Umuman pir, ustozda bu yerda nimasi. Shuning uchun Otabek ham Hasan Alining gapiga kiradi va uni hurmat qiladi. Doim atrofdagilar hayron qoladi-ku. Qulni ham deydi, shunday hurmat qiladim deydi-ku. U qul emas. Lekin Otabek bilgan kimligini. Va masalan o'tgan kunlarning zuvalasi mana bunday qaraganda nima deydi, skeleti eposning sifatiga uyg'un. Qiziq jihati shundaki, alpomishni o'qib Qodir yaratgan emas va alpomishni o'qib shu narsani qildi desangiz noto'g'ri bo'ladi. Bu yerda u anglagan epik mishleniya bo'lganda, epik tafakkur, katta epik tafakkur shu qolipda poyezdni shu qolipda yurgizishga majbur qilgan. Juda katta baxshilar, juda katta adabiyot nazariyachilar o'zi. Epos nazariyasini juda yaxshi bilgan. Mana masalan katta epik asarning ichida albatta masxaravozam bo'lish kerak degan gap bor-ku, mana kinolarda ham qiladi. Xuddi shu narsa mana Urug'ul dostonlarida mana uni To'lak Botirning o'rni juda hammasini, har bitta obrazning o'rni aniq qilinganda, sikldagi masalan nechta 120 ta doston deydigan bo'lsak, shu yerdagi obrazlarning hammasining o'rni bor. Masalan, bunday Xoldirxonning o'rni bor, Asad Shodmonning o'rni bor, Avazning, Hasanning o'rni bor. Xuddi shu kabi To'lak Botirning ham o'rni bor. Va juda dahshatli holatda ochgan xalqni tiplarini alpomish bilan xuddi alpomishdek. Alpomish bunday qaragan paytda qisqa, yaqin bitta asarda. Bu yerda juda keng alpomish Go'rul dostoni hammasi keng. Har bittasi alohida. O'sha masalan Turkistonning voqealari tizimi yoki bo'lmasa hali tepada turgan nima deydi, Mashriqoning tizimi, Mashriqoning kodlarini hozir bir yechganimiz yo'q. Buni kodini nega u guruhni o'g'irlab ketadi? Devlar o'g'irlab ketadi. Bekorga emas guruhni o'g'irlab ketish. Bu yerda qanday simvol yotibdi? Nega uni olib ketdi? U yerda xuddi haligi mana Yasonga o'xshab kelgan haligi nima deydi? To'xshadigan tog' bor-ku. To'xshadigan tog'ning ichidan o'tib ketish kerak. Agar uni devga maxsus to'xtatmaganda edi, yanchi borardi. Dahshat holat. Chunki bu yerda bu obrazlar bekordan bekorga kelmagan. Siz o'ylaysizki, bilimsiz odam qanday topish mumkin shunday obrazni? Chunki buni tepadan kelingan narsa deb o'ylayman shuncha. Shu har bir inson mana shu alpomishdan nima olishi mumkin? Har bir inson. Sizni hayotingizda Qultoy kimligini bilishingiz kerak. U Qultoy 1 marta, 2 marta, 3 marta
sizga yo'l ko'rsatadi. Agar shu mensimasangiz, nima qilmasangiz, quloq solmasangiz, siz halokatga nima qilasiz? Halokatga yo'liqasiz. Yoki hayotingizda qaldirg'och kim? Barchinoy kim? Hamma xotinim deb o'ylaysiz. Bu juda hijjalab o'rganiladigan narsa-da. Xuddi alifbo kabi o'rganiladigan narsa bor-da bu yerda. Keyin ijtimoiy sathga ko'tarilsak ham domla. Mana bugun jamiyatimizda ham bor-da. Ultontozlar bor bugun jamiyatimizda ham. Bugun ham shu qultoylar bor, ya'ni xayrixoh bir qatlam, bir guruh bor. Yortiboylar bor. Aynan yortiboylar bor. Va eng ko'proq o'xshaydi yortiboylar. pichog'i yog' ustida yuradigan odam yortiboy. Maslahat bermaymiz boy sari boyga. Osilmaymiz boy bo'rining doriga. Qarang, shunday joydan o'tadiki ular. Hali Mikiyan deydi, qanday mahorating bor desa, yomg'irni deydi, qanday mahorat bilan ho'lmay o'tsam deganda, yomg'irdan o'tish kerak, lekin ho'lmay orasidan o'tib ketsam degan gap. Tomchilari orasidan o'tib ket. Xuddi bu yortiboyning eng katta falsafasi bu. Hamma narsaning ichidan ho'lmasdan chiqib ketish. Hamma narsaning ichidan qanday ho'l bo'lmasdan chiqib ketish mumkin? Quruq chiqish hamma joydan. Bu dahshat holatda mana bugun kelayotgan hayotingizga, qilayotgan ishlaringizga, ko'rayotgan munosabatlaringizga hammasi issig'i sovug'ingizda hammasini mohiyati turibdi va mohiyatiga shunda yetasiz. Osmondan olish kerak emas bunday qaragan paytda. Hammasi hayotda turibdi o'zi. Yana qiziq joyi shunday ekanki, nafaqat o'zbek epos tushadi. Dunyo eposini tushar ekan. Shu merlarga bittasi moslabdi-da. Shu epos va etnosdagi formulani. Aynan kelyapti-ku deydi menga aytadi. Men aytdimki, mumkin agar dedim, menga kelmasa bu yolg'on bo'lardi bu formula dedi. Mana Go'ro'g'li dostoni bor-ku, Go'ro'g'lida dunyoda Go'ro'g'lidek tolerantlik eng asosiy narsa bunday qaragan paytda. Go'ro'g'lidek tolerant odam yo'q. Go'ro'g'lidek tolerant bo'lgan bunday bari keng odamni ko'rish ham mumkin emas-da. U hammani tushunadi, hammani anglaydi va hammaga kerakli joyda kerakli maslahatni beradi va kerakli harakatni qiladi. Bu degani haqiqiy saltanat tuzgan odamning obrazi. Haqiqiy saltanat tuzgan odam faqat bitta odamni yoki o'zini o'ylagan emas-da, saltanatni o'ylagan. Asosiy maqsad shu saltanat butun insoniyatga xizmat qilishini, faqat bitta millatga emas, butun insoniyatga xizmat qilishini. Chunki agar bitta millatga xizmat qilsin degan paytda bo'lsa edi, albatta o'q tomir kesib qo'yilgan bo'lardi. Shuning uchun ham faqat buni ochib ko'rsatish kerakmi deyman-da. Mana shuni Go'ro'g'lining mohiyatini. Mana shunda biz Go'ro'g'lini anglaymiz-da. Juda dahshatli obraz. Bunday qaragan paytda bunaqa bari keng obrazni topish ham mumkin emas. Mana shu Go'ro'g'lida mana biz xalqimizda mana hozir nima borda? Xalqimizda bag'rikenglik bor. O'sha bag'rikenglik yoqmaydi bizga hozir. Nimaga? Chunki haddan tashqari bag'rikengmizda. Toqatlimiz. Ko'p bahslar bo'ladi-da. Nimaga buncha bag'rikengmiz? Milliy masalalarga yoki boshqa masalalarga. Chunki biz Go'ro'g'lini avlodimizda. Biz katta saltanat qurgan millatda bag'rikenglik bo'ladi. Biz hozir 3-renessans degan siyosiy atama sifatida qabul qilyapmiz, lekin bir xalqni alpomishlik davrini sog'inishiga o'xshatdim men shuni. Bekordan bekorga so'zlar kelmaydi, bekordan bekorga atamalar tanlanmaydi. Masalan, bunday olib qaragan paytda jum bo'lib qolish mumkin. 3-renessans xalqning orzusi bor, story orzusi bor. O'sha renessans orzusi. Shu renessans orzusining kelgani shu renessansga intilishning paydo bo'lganini biladi deb o'ylayman. Bilmadim yana. Hurmatli teletomoshabinlar, efirda Kitob ko'targan odam podkasti bo'ldi. Jamiyatimizda kitob ko'tarib ketayotgan insonlar bilan suhbatimiz xayrli bo'lsin. Salomat bo'ling.